Demak, oxirgi paytda eng ko'p berilayotgan savollardan bittasi allergiya muammosi. Allergiya muammosi demak, bundan 20 yil, 30 yil, deylik 50 yil oldin nega allergiya kam bo'lgan? Nega hozirgi kunda yosh tug'ilayotgan chaqaloqlarda ham allergiya, yosh bolalarda ham allergiya, kattalarda ham allergiya, hammada allergiya. Nega? Bu allergiya demak kishi-ichki mikroflora bilan bog'liq. Shu allergiyasi bor odam, terisida allergiyasi bor yoki bo'lmasam ko'p aksiya uradigan allergiya kasalligi bilan kasallangan odamni ushlab turib, sekingina so'rasangiz, o'sha odamni ichi qotadi. Kishi-ichki mikroflora yaxshi bo'lmasa ekan, allergiya rivojlanib boraveradi. Chaqaloqlardagi allergiya onasi homiladorlik paytida uni mikroflorasi yaxshi emas. Deylik, shu ichi qotadi. Ich qotishiga sabab nima? Kim ertalab zavtrakka kasha yeydi? Bu hozir nonushtaga zavtrakka kasha yeydiganlar juda ham kamayib ketdi. Kim sir yeydi? Siri ham hamma plavlenniy sir yeyishga o'tib olgan. Tverdiy sir, brinza, qatiq. Restoranlarga borsangiz yoki bo'lmasa mehmonxonalarga borsangiz, ertalabki zavtrakka kiradigan bo'lsangiz, hammasida chet ellarda demak qatiq beradi. Bu bekorga emas. Ertalabdan kishi-ichki mikroflorani to'yintirish. Qatiq tarkibida demak brinzan tarkibida, tvorog tarkibida juda ko'p bakteriyalar bor. Bu bijg'ituvchi bakteriyalar. Demak, kishi-ichki mikroflorani bu demak восстановление, yo'qotilgan bakteriyani to'ldirish bilan demak ifodalanadi. Shuni hisobiga biz hozir nimaga o'rganib olganmiz? Kolbasa qovurib yeymiz ertalabdan, sosiska qovurib yeymiz, plavlenniy sir yeymiz, ha? Eng yaxshisi misol uchun qovurilgan tuxum, kolbasa bilan. Bular hammasi demak ertalabki bakteriyaning miqdorini yana ham kamaytiradi. Demak, kulli bakteriyani, ichagimizdagi bakteriyani normasini ushlab turishimiz uchun bizga birinchi o'chirda demak achitqi sut mahsulotlari, ruschasiga kislomolочный produkti kerak. Ertalab nahorga shu narsalarni iste'mol qilishimiz kerak. Keyingi masala kletchatka kerak. Kletchatka nimada? Qizil sabzida, brokolida, boshqa narsalarda, sabzavotlarda ko'proq. Lekin pomidor bilan bodringda kletchatka miqdori juda ham past. Shuni hisobiga bunga urg'u bermasligini so'rab qolaman. Demak, allergiyadan qutulishi birgina yo'li bu pitaniyani to'g'irlashimiz kerak hali ham bo'lsa. Demak, o'sha oldingi pitaniyaga qaytishimiz kerak. Ertalabdan kasha, demak, achitqi sut mahsulotlari, первый, второй ovqatlar, parnoy va atvarnoy deydi. Parda pishgan va qaynatilgan ovqatlarni ko'proq iste'mol qilishimiz kerak. Kechqurungi mikroflorani to'g'irlash uchun demak 1 stakan qatiq tavsiya etiladi. Allergik vabo bilan kurashishda kishi-ichki mikroflorani demak roli juda ham katta. Shunga ahamiyat beradigan bo'lsak, kelajakda demak bu kasallikni yengishimiz mumkin.